oxirgi rekordim 242 kilo. Ertalab soat 6 da eshigim yorilib ketaydi vatda-da, shunaqa darajada. Endi biz ham uxlaganmiz, eshitmaganmiz, oddiy taqalatgan balkim. Endi u shunaqa darajagacha taqalatyapti, shu foydali ekan. Juda nafaqat sportchiga, oddiy odamga ham. Ko'raman 15 mingta, 20 mingta prosmotr. Birovning ustiga shtanga tushib ketdi. Millionlab prosmotr. Umuman xarob ahvolda qo'liga tushib qolganman. Tizzam ketgan, belim ketgan. Umidim qolmagan, umuman ishlashdan niyatim qolmagan paytda borib qolganman oldiga. Qisqa vaqt ichida, bir 6 oylar ichida tiklab qo'ydi, o'zimga keltirib. Yana O'zbekiston chempioni qildi. Xo'sh, assalomu alaykum. O'zbek podkast bilan men Ruslan Nurdinov podkast qildim. O'ylaymanki, ko'plarga qiziq bo'ladi. Ko'p zo'r mavzular ochildi. Aynan shu podkastni ko'rish uchun YouTube sahifasiga o'tinglar va bemalol to'liq podkastni ko'rishingiz mumkin.